Salom, men hozirda 12-sinf bitiruvchisiman, lekin bu voqea meni 9-sinfdagi kunlarimga qaytaradi, chunki o'sha vaqtda maktabimizda juda g'alati bir voqea sodir bo'lgandi. O'sha kuni hammasi oddiy boshlangan edi. 3-dars ketayotgan, hamma joy tinch edi. Birdaniga bizdan yoshi katta bo'lgan 2 nafar yuqori sinf qizi sinfimizga yugurib kirdi. Ular yig'lab, titrab turishardi. Dahshat ichida edilar. Ular bizning o'qituvchimizga shunday dedi: bir sinfdoshimiz hojatxonada bizni bo'g'ishga urindi. O'qituvchimiz bir zumni ham boy bermay, darhol u yerga yo'l oldi. Biz hammamiz hayratda va xavotirda edik. Ular qizlar yuvinish xonasida yetib borgach, voqeaning eng ajablanarli tomoni ochildi. O'sha ayblanayotgan qiz qandaydir tarzda o'z sinfiga qaytib ketgan edi. Ammo sinfga kirishganida o'qituvchilar butun xona ag'dar-to'ntar holatda ekanini ko'rishdi. Kitoblar, ruchkalar, daftarlar ham har tomonga sochilgan, stollar yiqilgan. Sinfdoshlarning yuzida vahima, ularning barchasi xonani tark etishga majbur bo'lishgan edi. Yana qaytib kirishga jur'at etishmagan. Biz o'z sinfimizda o'tirib bu voqeani muhokama qilardik. Ayblanayotgan qiz o'z sinfi ichkaridan berkitib olgan edi. Eshik ochilmasdi. O'qituvchilar uni tinchlantirishga harakat qilishardi, ammo u javob bermasdi va nihoyat qizning onasiga qo'ng'iroq qilishganda, qizim bir necha oydan beri ruhiy kasal degan ovozni aytdi. Vaqt juda sekin o'tayotgan edi. O'qituvchilar bir-ikki harakat bilan eshikni buzib ichkariga kirishdi. Bu stollar odatda 3 ta bola bir ko'taradigan darajadagi stollar edi, ammo o'sha qiz 3 ta stolni ketma-ket bir o'zi taxlab qo'yganini ko'rishdi. Onasi kelgach qizni tinchlantirdi va unga dalda berib uni shifoxonaga yetkazishdi. U yerda turgan eshik yonidagi qizlar juda ham ajablanardi, chunki bu stollar juda ham og'ir, juda ham katta edi. Shu sababli qizning ichida qandaydir jin bormikin deya ko'pchilik hayratdan qotib qolgandi. Onasi uni doktorxonaga olib borar ekan, doktorning javoblari juda ham g'alati va ajablanarli edi. Bunday kasallik odatda milliondan bir emish va biz bu gaplarni eshitganimizdan so'ng bu kasallik yuqishi mumkin degan holatda biz u maktabdan ketishga qaror qildik. O'sha qizning g'alati odatlari, g'alati yurishlari, g'alati ovozlari hali hamon esimizda va biz bu maktabdan ketishni maqsad qilgan edik. Ey, men Indinga ketyapman, 33-maktabga. Men esa 34 ga ketyapman. Xohlasang 34 ga o't. Nihoyat seni topdim. Massakrik. Doktor Massakrik juda kelishgan, ajoyib didli, afsus. Nimalarga qodir bu yigit? Yoqimli yigit, ammo la'nat psixopat bo'lib chiqdi. Qon, ichak, zo'ravonlik, og'riq. Ha, men dahshatli odamman. Lekin zo'ravonlikka moyilligimga qaramay ijod qila olaman. Mening daholigimni ko'ring. Qanday ham ajoyib bo'laman-a. Aqlliligimni qarang. Nima? Uni men yaratdim. Mushukchalardan tikib, tiriltirib ong berdim. Shlyapani ham o'zim tikdim. Mendan boshqa hech kim yo'q. Yonboshlab yuradi, qochib keta olmaydi. U menga hayoti bilan qarzdor. Kichkina mushukcham meni juda sevadi. Kichkintoy mushukcham. Ushka, ushka, ushka. Xo'sh, odamchalar, operatsiya vaqti keldi. Esla olmayapman. Azobni unutish yoki hushyor bo'lishga yordam beradimi? Nima edi-ya? Buni tekshirishning yagona yo'li bor. Bu ushka, ichkariga qarama.
buni yuqoriga olib chiq. Ichiga aslo qarama. Ichiga qaramaslik kerak. Sabr, kamtarlik va fidoyilik. Massakrik nima so'rasa, ushka uni qalb kaliti deb biladi. U foydali, kerakli, demak seviladi. Ammo men tushunmasdim, munosabatlari g'alati edi. Qo'rquv. Men senga ichkariga qaramaslik kerakligini aytdim. Nahotki bu shunchalik qiyin? Nima senga tushunarsiz bo'lyapti? Kechir meni. Men buni xohlamagandim. Men senga Ha, mayli ushkam, nima qilyapsan bilaman. Hech qachon menga bo'ysunmaysan. Bora qol, o'rningga men bu yerni yig'ishtiraman. Ha, sen menga hech qachon bo'ysunmaysan. Xo'sh, Massakrik va Ushka shunday yashaydi, o'z kichik dunyolarida. Ikki telba odamlardan uzoqda, buzg'unchi g'oyalardan yiroq. Kim aytadi? Bu yerda kim jinoyatchi? Davomi bor. Agar ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr. Ovoz berdi Bilol. Ha, aytgancha, video hali tugamadi. Videoni 18 yoshdan kichkinalar ko'rish taqiqlanadi. La'nati nimadir boshqacha ketyapti. Sen uyalmayapsanmi? 18 yoshdan kichkinalarga videoni ko'rish taqiqlanadi. Men bu yerni kesib tashlayman. Ha, endi apparatni yoqaman. O, qanday ishlayapti, qara. Yasha. Aziz kuzatuvchilar, qani endi biz boshlaymiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Qani oldimga kel. O'shki, qalbingdan muhabbat taralib turibdi, chunki men buni yuzingdagi tabassumdan ham bilib turibman-ku. Endi yuzingda tabassum bor.
Agar keyingi qism ham chiqishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'ling va bizni psix doktorimizni kuzatishda davom eting. Bu voqea taxminan 4 yil oldin sodir bo'lgan. Anonim qolishni istayman, shuning uchun joyni aniq aytmayman. Lekin bu Toshkentda shimoliy qismida bo'lgan. Men bu yerda butun umrim yashaganman, lekin otamning Andijondagi uyida ham bir nechta tajriba bo'lgan. Yosh edim, lekin bu boshqa bir hikoya. O'shanda men ishlayotgan joydagi taxminan 30-40 daqiqalik masofada joylashgan turar joy majmuasida yashardim. Ishimda kechki smenada edim. Shuning uchun uyga qaytishim ko'p hollarda bo'sh qorong'u yo'llarda kechardi. Men kunlarning birida ishdan chiqdim. Aniq bilaman, juda ham charchagandim. Buni yana qaytarishim ham mumkin. O'sha kuni mashinada musiqa yoki podkast tinglab ketayotgan edim. Qaysi biri ekanini ham eslay olmayman. Faqat juda charchaganimni eslayman. Yo'l bo'yidagi ariqdan o'tayotganimda birdan faralarim biror narsani yoritdi. Bu nima ekanligini to'g'risi bilmayman, ammo o'sha paytdagi holat juda ham qo'rqinchli edi. Men buni atiga bir necha soniya ko'rdim, lekin qasam ichamanki, bu rangpar taxminan 18 metr uzunlikdagi yerdan baland bo'lgan jonivor edi. Uning qornida ko'zga o'xshash narsa bor edi. Va ba'zida uning 6 a'zosi, ba'zida esa 4 ta qo'shimcha a'zosi borligini ko'rganimni eslayman. Ehtimol bu tafsilotlar mening yo'lga e'tibor qaratishga urinayotgan holatimda aralashib ketgan bo'lishi mumkin. Bu narsa kolodis betondan sudralib chiqib, uyning hovlisiga qarab harakatlanayotgan edi. Men tezlik bilan u yerdan o'tib ketdim va 2 marta ko'rganlarimni eslab o'zimni so'roq qildim. Bu rostmi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Qanaqasiga? U maxluq ham menga g'alati holatda kuzatib qolardi. Uyga qaytayotganda faralarim yo'ldagi soyalarni g'alati tarzda yoritayotganini sezdim. Hatto bir necha kun davomida o'sha effektlarni takrorlashga harakat qildim. Lekin hech qachon o'sha kechadagi kabi bo'lmadi. Hattoki ko'zimning chetiga qarasam ham jur'at eta olmasdim. Bu haqda juda ham ko'pchilikka aytib berdim. Mening qo'rquvimning cheki yo'q. Xayolimni hech narsa chalg'ita olmaydigan darajada qo'rqib ketgan edim. Ishoninglar, bunday holatga tushishni hech kimga tavsiya qilmayman. Men hamkasblarimga bu haqida aytganimda faqat hazil bilan "katta oyoqlarni ham ko'rdingmi?" deya kula boshladilar. Bu meni qanchalik ta'sir qilganini sezmadilar ham. Bu holat balki menda chuqur iz qoldirgan bo'lsa kerak. "Ha, mayli" deb ularga qo'shilib kula boshladim. Miyamning kichik bir qismi buni haqiqiy deb aytadi. Chunki o'sha kechadagi illyuziya emas edi. O'sha kechadagi hodisa sudraluvchilar haqida eshitgan narsalarimga o'xshardi. Hatto internetda shu mavzudagi guruhlarni kuzatishni boshladim. Hozir bir necha kishiga bu voqeani aytganman, lekin ko'pchilik buni darhol rad etadi. Iltimos, sizlar ham tunda qorong'u ko'chalarda yurar ekansiz, birozgina ehtiyot bo'linglar. Chunki bu kabi maxluqlar haqiqatda ham bo'lishi ehtimoli bordir balkim. Hammaga xayrli tun. Nogiron bo'lib qolishimdan 8 yil avval maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi edim. Kunlarning biri ajoyib kun. Biz futboldan musobaqa o'tkazmoqchi edik. Kun juda ham qizdirardi. Shunga qaramasdan odamlar juda ham gavjun edi. Barcha ota-onalar kelgan, chunki bu final o'yini edi. Bolalar bu o'yinga juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rgan edi. Hammasi.
Men bolalarning ro'yxatga olish paytida ularni tekshirayotgan edim. Juda ham ajoyib. Shu payt bir erkak ko'zimga tashlandi. U bir bolaning otasi edi. U ko'rinishi juda ham dahshatli va savlatli edi. Qandaydir maniak, qotil odamga o'xshardi. U ezma Jajuning otasi edi. U meni chaqirdi va oldiga bordim. Uning birdan-bir aytgan gapi shu bo'ldiki, Senmi hali meni o'g'limni chetlatadigan o'sha hakam? Ha janob, ammo u birozgina bo'shroq. U aktiv qatnasha olmaydi. Uning o'rniga yaxshi o'quvchimiz bor. bu paytda murabbiyning gapidan uning jahli chiqardi. O'g'lim menga o'xshaydi. Ishonaman, u eplaydi. Janob, iltimos, rahbariyat ishlariga aralashmaganingiz ma'qul. Sababi ular kim yaxshi, kim yomon biladi. Siz yaxshisi uyga borganingiz ma'qul. Bu yer sizning joyingiz emas. Futbolinggayam. Tfu! U g'azablanganicha Jajuni olib yo'lida davom etdi. Birozdan so'ng baqirib qaytib keldi. Juda ham kuchli qichqiriq. Dahshat. Uning qo'lida miltiq turardi. Juda ham qo'rqinchli tasvir. Senlarga kulgi bo'lib shunchaki ketadi deb o'ylaganmiding? Ishon, bitta qo'ymay qaraman hammangni. Bu erkakning dahshatli kelishidan men qo'rquvga tushdim. Hamma atrofdagilar ham qo'rqardi. U shunda mening oyog'imga o'q uzdi. Dahshat. Hayotim ko'z oldimdan xuddi televizorda ko'rgandek o'tib ketdi. Va yerga yiqildim. Sekin-asta o'zimni tirik qolish sifatida sudralishni boshladim. Oyog'im juda ham og'rirdi. Dahshat. U birin-ketin odamlarni otardi. Birining ko'ksiga, birining boshiga, birining yuragiga. To'g'ri kelgan odamni, ko'ringan odamni otar edi. Men bir qahvaxonaning ortiga berkinib oldim. U maniakka o'xshar edi, juda ham dahshatli. Mening yuragim taka-puk urardi. Sekin-asta unga qaradim. U barchani otib tashladi. Chiqmaysanmi? Jahon, chiq bu yoqqa. Adashmasam isming shunday edi. Agar sanagunimcha chiqmasang, o'ldiraman. 1 2 3 deyishim bilan uni otaman. 3 o'zingdan ko'r. Chiq deganda chiqmading. Va uni haligi erkak otib tashladi. Juda ham dahshat. Uning peshonasidan darcha ochdi. U asta-sekinlik bilan men tomonga kelardi. Men juda ham dahshatga tushgan edim. Uning yuzi juda ham dahshat. Yo Xudo, men oldimga kelma iltimos, men oldimga kelma. Shu payt qandaydir qadam ovozi mening tomonga yana ham yaqinlashardi. Mening yuragim chiqib ketardi. U miltig'ini men tomonga mo'ljalladi. O'q ovozi eshitildi. Yuragim chiqib ketay dedi. Ammo o'q menga tegmadi. Politsiyachi kelgan ekan. Xudoga shukr. U uning yelkasiga o'q uzdi va uning qo'lidan miltig'i tushib ketdi. Bu bilan meni to'xtadi deb o'ylaysanmi? Ishon, men baribir yana qaytaman. Men o'zimga kelib asta mo'raladim. Qaraganimda uni 2 politsiyachi ushlab olgan ekan. Uning yelkasidan qon tinmay oqar edi. Mening oyog'im juda ham og'rir edi. Azob. Hamma o'lganlarni doktorlar, militsiyalar olib ketardi. Meni ham aravachaga solib olib ketishardi. Oyog'im juda ham azob berar edi. Juda ham dahshatli voqea. Bu voqea butun O'zbekistonni larzaga soldi. 67 ta odam o'ldi. Shu payt Jaju menga tikilib qarab turardi. U juda ham hayratda va yig'lar edi. Chunki uning otasi qotil edi. Uning uchun juda ham achindim.